kunlarda haj va umra safarlariga borib, xorijiy davlatda sarson sargardon bo'layotgan yurtdoshlarimizning murojaatlari tez-tez quloqqa chalinadigan bo'lib qoldi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali keng muhokamalarga sabab bo'ladigan bunday holatlar davlatimiz obro'-e'tiboriga, xalqimizning adolat va qonunlarga nisbatan ishonchiga ham putur yetkazmoqda. Ayni jihatlar inobatga olingan holda huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan joylarda keng qamrovli tezkor tadbirlar tashkil etilmoqda. Misol uchun, joriy yil 4-fevral kuni Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi va tezkor qidiruv xizmati, terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda Jarqo'rg'on tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 2000-yilda Qumqo'rg'on tumanida tug'ilgan, millati o'zbek, bo'ydoq, ma'lumoti o'rta maxsus, sudlanmagan Bilolbek Travel mas'uliyati cheklangan jamiyatning Jarqo'rg'on tumani filiali xodimi, Qumqo'rg'on tumani Neftchilar mahallasida yashovchi Jumayev Nomoz fuqaroga o'z ishlab kelayotgan Bilolbek Travel mas'uliyati cheklangan jamiyat Jarqo'rg'on tumani filiali orqali fuqarolarni Saudiya Arabistoniga umra haj safariga yuborish uchun hech qanday litsenziyaga ega bo'lmasa-da, uni ushbu jamiyat orqali Saudiya Arabistoniga umra haj safariga yuborishni va'da qilib, evaziga undan 1100 AQSh dollari miqdoridagi pullarni berishni hamda haj safariga borishdan oldin gripp kasalligiga qarshi vaksina olganlik haqidagi hujjatlarni tayyorlab berish uchun 600 ming so'm pullarni berishni talab qilib, 14,900,000 so'm pullarni Jarqo'rg'on tumanining Yangiobod mahallasida joylashgan Bilolbek Travel mas'uliyati cheklangan jamiyati Jarqo'rg'on tumani filiali binosida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jarqo'rg'on tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu shaxsning harakatlaridan jabrlanganlar 102 ga yoki hududiy ichki ishlar organlariga murojaat qilishlari so'raladi.